Koreyaga kelganimda meni hayratlantirgan eng birinchi narsa, hech kim jumrak suvlarni ichmaydi. Hattoki o'zbek tanishlarimiz ovqatga solish uchun ham mana shunaqa qadoqlangan yoki filtrdan o'tkazilgan suvlardan foydalanishadi. Ana shu paytda menda bir qiziq savol tug'ilgan. Nahotki inson qadri shunchalar baland, texnologiyalar rivojlangan mamlakatda jumrakdagi suvlar ichishga yaroqsiz bo'lsa, nahotki hukumat bu borada qandaydir ishlarni amalga oshirmasa degan savol bo'lgan. Lekin yaqinda bu haqda batafsil o'rganib chiqqanim vaziyat umuman boshqachaligini guvohi bo'ldim. Aslida Janubiy Koreyada, ayniqsa Seul kabi yirik shaharlarda jumrak suvi ichishga yaroqli hisoblanadi. Seulning Arisu suv tizimi muntazam laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkaziladi va xalqaro standartlarga mos deb baholanadi. Biroq shunga qaramay, koreyslarning katta qismi suvni filtrdan o'tkazadi yoki qadoqlangan suv sotib oladi. Chunki mutaxassislarning aytishicha, suv stansiyadan toza chiqishi mumkin, ammo eski binolardagi quvurlar sabab suvda zang, cho'kinti va yoqimsiz hid paydo bo'lishi mumkin. Shu sabab ko'pchilik suvning tozaligiga ishonaman, lekin uyimdagi quvurlarga emas deydi. Yana bir qiziq sababi, 1990-yillarda Koreyada suv ifloslanishi bilan bog'liq bir necha yirik hodisalar kuzatilgan. Bugun tizim ancha yaxshilangan bo'lsa-da, o'sha davrdagi ishonchsizlik ayrim oilalarda hanuz saqlanib qolgan. Shu sabab ko'pchilik ota-onalar farzandlariga filtrlanmagan suv ichirishni istamaydi. Bundan tashqari, suvning ta'mi ham muhim omil hisoblanadi. Ayrim hududlarda suvda xlor hidi yoki metallga o'xshash yoqimsiz ta'm sezilishi mumkin. Hatto dush uchun filtrlardan foydalanishga kelsak, buni eng muhim sababi Koreyada teri va soch parvarishiga juda katta e'tibor berilishi ekan. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'pchilik suv tarkibidagi xlor, minerallar va mayda cho'kindilar teri va sochga zarar yetkazishi mumkin deb hisoblaydi. Filtr almashtirganda uni jigarrang tusga kirganini ko'rgan odamlar yaxshiyam filtr bor ekan deb o'ylashadi. Mutaxassislar esa bu har doim ham xavfli emasligini, ko'pincha oddiy temir cho'kindilari ekanligini ta'kidlashadi. Albatta, bunda marketingning ham alohida o'rni bor, chunki Janubiy Koreyada suv filtrlarini bozori juda ham keng. Ko'plab kompaniyalar filtrlangan suvlarni teriga, sochga foydalarini faol targ'ib qiladi. Shu sabab Koreyadagi har ikki xonadonda birida suv tozalagichlarni uchratish mumkin. Xullas, qisqa qilib aytganda, Koreyada jumrakdan tushadigan suvlar xavfsiz, ichishga yaroqli, biroq tarixiy ishonchsizlik, eski quvurlar, gigiyena va go'zallik sabab ko'pchilik mamlakatda yashayotgan koreyslar, hatto xorijliklar ham qadoqlangan yoki